Ko'pchilik erkaklar ayolni o'ziga jalb qilish uchun eng avvalo tashqi ko'rinish muhim deb o'ylaydi. Qimmat kiyimlar, mukammal soch turmagi, yaxshi mashina, chiroyli soat. Albatta, bularning barchasi ma'lum darajada e'tibor tortishi mumkin. Ammo ayollar erkak haqida ko'pincha bundan ham oldinroq xulosa chiqaradi. Siz qanday yurishingizdan, qanday qarashingizdan, suhbat davomida o'zingizni qanday tutishingizdan va eng muhimi, o'zingizga hamda atrofingizdagi insonlarga qanday munosabatda bo'lishingizdan. Bu jarayon ko'pincha ong ostida sodir bo'ladi. Ayol siz haqingizda hali hech narsa bilmasligi mumkin. Lekin birinchi daqiqalardayoq miyasi sizdan kelayotgan ko'plab signallarni qayta ishlay boshlaydi. Tasavvur qiling. Siz bir xonaga kirdingiz. Siz hali hech kim bilan gaplashmadingiz. Ammo odamlar siz haqingizda allaqachon qandaydir taassurotga ega bo'lishi mumkin. Nega? Chunki inson miyasi juda tez kuzatadi. Bugun biz ayollar erkaklarda ko'pincha eng avvalo nimalarga e'tibor berishi mumkinligini ko'rib chiqamiz. Bu sizga ayollarni manipulyatsiya qilish uchun emas. Aksincha, o'zingizni yaxshiroq tushunish va tabiiyroq, ishonchliroq inson bo'lish uchun kerak. Chunki siz qanday ko'rinishingizdan ko'ra, qanday energiya va xulq-atvor olib kirishingiz ko'pincha kuchliroq taassurot qoldiradi. Bir ayol sizning o'zingizga bo'lgan munosabatingizni sezadi. Ko'pchilik erkaklar o'ziga bo'lgan ishonchni baland ovozda gapirish yoki o'zini kuchli ko'rsatish deb o'ylaydi. Aslida esa haqiqiy ishonch ko'pincha sokin bo'ladi. Tasavvur qiling. Bir erkak xonaga kiradi. U doimo atrofdagilarning reaksiyasini kuzatadi. Men qanday ko'rinyapman? Ular meni yoqtirishyaptimi? Men to'g'ri gapiryapmanmi? Boshqa erkak esa o'zini isbotlashga urinmaydi. U xotirjam. U suhbatda o'zini yo'qotmaydi. U boshqalarning fikrini hurmat qiladi, lekin o'z qadrini ham unutmaydi. Mana shu farq ko'pincha seziladi. Ayol erkakning o'ziga qanday munosabatda ekanini uning harakatlaridan bilib olishi mumkin. 2. Siz boshqalarga qanday munosabatda bo'lishingiz juda muhim, bu juda kuchli signal. Ayol siz bilan uchrashganda faqat sizning unga bo'lgan munosabatingizni kuzatmaydi. U sizning boshqalarga qanday muomala qilishingizni ham sezishi mumkin. Ofitsiantga, begona odamga, do'stingizga, oilangizga. Tasavvur qiling. Siz ayol bilan juda muloyimsiz, ammo atrofdagi insonlarga qo'pol muomala qilasiz. Bunday vaziyatda ayol siz haqingizda muhim xulosa chiqarishi mumkin. Chunki insonning haqiqiy xarakteri ko'pincha unga hech narsa bera olmaydigan odamlarga bo'lgan munosabatida ko'rinadi. Shuning uchun agar siz yaxshi taassurot qoldirmoqchi bo'lsangiz, faqat ayolga yaxshi muomala qilish yetarli emas. Haqiqiy hurmat hamma uchun bo'lishi kerak. 3. Ayol sizning tinglash qobiliyatingizni sezadi. Ko'pchilik erkaklar suhbatda o'zini qiziqarli ko'rsatishga harakat qiladi. Ko'proq gapiradi. Ko'proq o'zini namoyish qiladi. Ammo aslida yaxshi suhbatdosh bo'lishning eng kuchli belgilaridan biri tinglay bilish. Tasavvur qiling. Ayol sizga biror voqeani aytmoqda. Siz esa telefoningizga qarayapsiz. Yoki keyingi gapingizni o'ylayapsiz. U buni sezishi mumkin. Endi boshqa vaziyatni tasavvur qiling. Siz unga qaraysiz. Gapini bo'lmayapsiz. Savol berasiz. Uning aytganlarini eslab qolasiz. Bu juda oddiy ko'rinadi. Ammo inson psixologiyasida diqqat juda katta ahamiyatga ega. Kimdir sizni chin dildan tinglasa, siz uning yonida o'zingizni muhimroq his qilasiz. 4. Sizning hissiyotlaringizni boshqarishingiz. Ayollar ko'pincha erkakning faqat quvonchli paytdagi xulqini emas, qiyin vaziyatdagi reaksiyasini ham sezadi. Tasavvur qiling. Rejalaringiz buzildi. Kimdir sizni tanqid qildi. Biror narsa siz kutgandek bo'lmadi. Shu paytda siz qanday munosabat bildirasiz? Darhol jahlingiz chiqadimi? Boshqalarni ayblaysizmi? Yoki bir oz to'xtab vaziyatni xotirjam tahlil qilasizmi? Hissiy yetuklik hech qachon jahllanmaslik degani emas. Bu o'z hissiyotlaringizni tanib, ularni boshqarishni bilishdir.
Va bunday xotirjamlik ko'pincha insonni yanada ishonchli ko'rsatadi. 5. Sizning chegaralaringiz. Ko'pchilik erkaklar ayolga yoqish uchun hamma narsaga rozi bo'lish kerak deb o'ylaydi. Ammo doimo ha deyish sizni kuchliroq ko'rsatmaydi. Aksincha, ba'zan o'z fikriga ega bo'lmagan insondek ko'rinishingiz mumkin. Tasavvur qiling. Siz biror narsani xohlamaysiz. Ammo ayol norozi bo'lishdan qo'rqib baribir rozi bo'lasiz. Buni bir marta qilish katta muammo emas. Ammo doimiy ravishda o'z ehtiyojlaringizni chetga surish vaqt o'tishi bilan ichki norozilikni keltirib chiqaradi. Sog'lom erkak o'z chegaralarini hurmat qiladi. Shu bilan birga boshqalarning chegaralarini ham hurmat qiladi. Bu juda muhim farq. 6. Sizning hayotingizda maqsad bormi? Bu savolga javobingiz ko'p narsani ko'rsatadi. Ayol sizdan hayotingizda nima muhim? Qayerga intilyapsiz? Kelajakda nimani xohlaysiz deb so'rashi mumkin. Bu savollar shunchaki suhbat uchun bo'lmasligi mumkin. Chunki insonning maqsadi uning ichki yo'nalishini ko'rsatadi. Tasavvur qiling. Bir erkak butun hayotini faqat munosabat atrofida quradi. Uning boshqa qiziqishlari yo'q. Maqsadi yo'q. Har bir qarori ayolning fikriga bog'liq. Boshqa erkak esa o'z hayotiga ega. U ishlaydi, o'rganadi, rivojlanadi. O'z maqsadlari bilan yashaydi. Bunday inson bilan munosabat ko'pincha sog'lomroq bo'ladi. Chunki u ayolni hayotining yagona ma'nosi emas, balki hayotining muhim bir qismi sifatida ko'radi. 7. Sizning so'zlaringiz va harakatlaringiz mos keladimi? Bu ayollar juda tez sezishi mumkin bo'lgan narsalardan biridir. Siz "men juda mas'uliyatli odamman" deysiz. Ammo va'dalaringizni bajarmaysiz. "Men doimo rost gapiraman" deysiz. Ammo noqulay vaziyatda haqiqatni yashirasiz. Bunday nomuvofiqlik vaqt o'tishi bilan ishonchni kamaytiradi. Shuning uchun kuchli erkak o'zini so'zlar bilan emas, harakatlari bilan ko'rsatadi. Agar siz biror narsa desangiz, imkon qadar bajaring. Agar bajara olmasangiz, buni ochiq ayting. Oddiy, lekin juda kuchli tamoyil. 8. Sizning e'tiboringizga qanchalik muhtojsiz? Bu yerda juda nozik chegara bor. E'tibor berish yaxshi. Mehr ko'rsatish yaxshi. Qiziqish bildirish yaxshi. Ammo doimiy ravishda tasdiq izlash boshqa narsa. Tasavvur qiling. Siz ayolga xabar yubordingiz. U darhol javob bermadi. Siz esa bir necha marta yozasiz. Keyin, nega javob bermayapsiz? Men bilan gaplashishni xohlamaysizmi deb so'raysiz. Bunday xatti-harakat ko'pincha ichki xavotirni ko'rsatishi mumkin. O'ziga ishongan erkak esa boshqa yo'l tutadi. U o'z hayotini davom ettiradi. U ayolning vaqtini hurmat qiladi. U o'z qadrini bitta xabarning javobiga bog'lamaydi. Bu befarqlik emas. Bu ichki barqarorlik. 9. Sizning hazilingiz va yengilligingiz. Munosabatlar faqat jiddiy suhbatlardan iborat emas. Insonning yonida o'zingizni erkin his qilish ham muhim. Ayol ko'pincha erkak bilan birga bo'lganda qanday his qilishiga e'tibor beradi. U xotirjammikan? Erkinmi? Doimo o'zini nazorat qilish kerakmi? Yoki oddiygina o'zi bo'la oladimi? Agar siz yoningizdagi insonni doimo baholamasangiz, uni o'zini erkin his qilishiga imkon bersangiz, bu munosabatga ijobiy ta'sir qilishi mumkin. Eng avvalo, ayol sizning haqiqiyligingizni sezadi. Mana bu eng muhim nuqta. Siz barcha psixologik usullarni bilishingiz mumkin. Qanday gapirishni, qachon yozishni, qachon sukut saqlashni, qanday taassurot qoldirishni. Ammo agar bularning barchasi sun'iy bo'lsa, vaqt o'tishi bilan buni yashirish qiyin. Chunki haqiqiy joziba rol o'ynashdan emas, ichki uyg'unlikdan keladi. Siz kimligingizni bilsangiz, o'z qadriyatlaringizga sodiq bo'lsangiz, boshqalarni hurmat qilsangiz va o'zingiz ustingizda ishlashda davom etsangiz, shunda siz doimo kimnidir hayratda qoldirishga urinishingiz shart bo'lmaydi. Endi bir muhim narsani tushunish kerak.
Ko'pchilik erkaklar ayolga yoqish uchun tashqi ko'rinishini o'zgartirishga, ko'proq pul sarflashga yoki qandaydir sirli usullarni o'rganishga harakat qiladi. Ammo ayol ko'pincha bularning barchasidan oldin boshqa narsalarni sezadi. Sizning xotirjamligingizni, sizning hurmatingizni, sizning chegaralaringizni, sizning hissiy barqarorligingizni, sizning hayotingizdagi maqsadlaringizni va eng muhimi sizning kimligingizni. Shuning uchun agar siz ayollar oldida yanada jozibali bo'lishni istasangiz, faqat tashqi ko'rinishingiz ustida ishlamang. Ichki dunyoingizni ham rivojlantiring. O'z so'zingizga ishoning. O'z va'dalaringizni bajaring. Boshqalarni hurmat qiling. O'z chegaralaringizni biling. Va hayotingizni faqat kimningdir e'tiborini olish uchun emas, o'zingiz uchun mazmunli qiling. Chunki eng kuchli ta'sirot ko'pincha siz aytgan gaplardan emas, odamlar sizning yoningizda o'zini qanday his qilganidan qoladi. Xulosa qilib aytganda, ayollar erkaklarda ko'pincha tashqi ko'rinishdan oldin uning xulq-atvori va ichki holatini sezishi mumkin. Siz qanday qaraysiz? Qanday tinglaysiz? Qanday javob berasiz? Qanday vaziyatlarda o'zingizni tutasiz? Va boshqalarga qanday munosabatda bo'lasiz? Shuning uchun haqiqiy o'zgarish boshqa odamni hayratda qoldirishdan emas, o'zingizni rivojlantirishdan boshlanadi. Agar siz o'zingizning eng yaxshi versiyangizga aylansangiz, sizga doimo kimnidir ishontirish yoki o'zingizni isbotlash kerak bo'lmaydi. Siz shunchaki o'zingiz bo'lasiz. Ammo yanada kuchliroq, xotirjamroq va ongliroq shaklda. Agar sizningcha, ayollar erkaklarda eng avvalo nimani sezadi, izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Va munosabatlar psixologiyasi haqida shunday foydali videolarni ko'rishni istasangiz, kanalga obuna bo'ling. Chunki inson psixologiyasini tushungan sari siz nafaqat ayollarni, balki o'zingizni ham yaxshiroq tushuna boshlaysiz.